Habibullah bir hesapta vayron bo'lgan korxonachi, o'zi burun shirkat ochgan 28 odamni ishga o'rlashtirgan taqdirdosh inimiz gapingizni tanlab. Salam ko'pchilik, mendan hammalar o'tqisan bo'lsin. Men ikki qiz yurak so'zimni davolay, bundan birinchisi bo'lsa, men qandoqdir birasidan iqtisodiy yordam talab qilmasdan, men o'z kuchimga tanib ishlasam bir xizmat to'xtasanglar deb ma'lum bir banqonlarning qishiga borgan bo'ldim. Borgandan keyin ularning man qo'ygan sharti o'zimizning g'ururini dafsanda qilg'idek holatda bir shartlarni qo'ydi. Qanday bo'lsa? Masalan, o'zing eng bechora holatda munchidan zo'pin tortsa degandek. Belkim onunla bir yakısılatkan bir yeri var, şey etken meyle. Gapni bir şeyle yıksak ma'lum. Haqiqat uchun yurakdan boshqalarga yordam qilishni sizlardek o'ziniki bo'ja deb bilgan cho'ng aqllarimizga chin dilimdan tashakkurimni bildiraman. Mellem emas, nurg'ullig'am bek yaxshi, to'rni yaxshi o'ynayotgan bek no'chi vanqonlarimiz bor. Men o'zimtaga yaxshi o'ynab bulanmadim fikrim. Men aş cho'ng yaxshi qilayotgan vanqonlar orasida men hech nima emas dedim fikrim. İkinchisi endi men vayron bo'ldim. 260 ming qarzga tushdim. Endi mening turmushimni endi partiya hukumatdan yaxshi o'rlashtiryapti-da. Men pul topganim yeyishni hukumatdan butun har vaqt xotirjam. Endi shirkatning ma'muriyatining partiya hukumatining yaxshi siyosatlari bilan pul topgan. Oxirisi ma'lum sabablar bilan ziyon tortib, ham partiya hukumatini shuncha qo'llab, ham o'sha yemek içmek kiyim diyecek oltiraksiyatın çünkü yaxshi qilyapti-da. Endi mening maqsadim men shu 260 ming qarzni mushu o'zimni kuchiga tayanib turib ishlab qaytarishni maqsad qilib bu yerga chiqib qoldim. Atrofimdagi qarindoshlardan ham shu korxonachilardan o'tindiganim men qilaligidek mayli jib o'qib mal sotadigan ishlar bo'lamdi va yoki tumichilik bo'lamdi eng oddiysi. Eng undan boshqa qancha yuzga ish bo'lsa-mu, men bir kunlik 10 ko'p bo'lsa bir kunim o'tdim. Men faqat mushu ishlash orqali o'zimni kuchiga tayanib bir qarzimni qaytarib olsam ekan degan maqsad bilan chiqib qoldim olim. Qanig'am shu oilamizga muvaffaq xizmat bo'lsa bir o'rlashtirib qilib qo'ygan bo'lsanglar, Alloh balla meni qishim kelib jirib o'qilsin desanglar va yoki shu do'kon saroy ochitganlar mening tashviqotimni qilib bergan bo'lsang deb taklif qilgan bo'lsanglar, nihoyatda bek yo'q deyarlik pul bersanglar mayli mush ukam berib ayda qilib bersang mayli. Fensini qilib boya qancha? 24 ming fensi bor. 24 ming fensi bor ekan. Hech bo'lmasa mushuklarni bir qo'llab qo'ygan bo'lsa, pastga men numarasini aytib qo'ydim sizlar. Telefon nomerim 138 09903 234.